Qazanda nima bo'lsa, cho'mishga shu chiqadi. Ota-onalar balalarga nima bermoqchi bo'lsa, uni o'zida hosil qilishi kerak. Chunki yo'q narsani bergil bo'lmaydi. Masalan, ota-ona balasiga to'g'ri aqida, go'zal axloq, durustlik, adolatlik, tirishchanlik, kuyimchanlik qatorliq go'zal axloqlarni o'rgatmoqchi bo'lsa, ota-ona avval uni o'zida hosil qilishi kerak. Chunki o'zida yo'q narsani bekimga bergil bo'lmaydi. Ota-ona har qancha bexil bo'lib kelsa-mo, chiroyli so'z qilishga, farzandlariga chiroyli so'z qilishga bexillik qilmaslik kerak. Balalar ota-onasini anglaganini so'zlaydi. Chiroyli gap anglasa, chiroyli gap qildi. Sat gaplarni anglasa, sat gap qildi. Balalarning qalbiga go'zal so'zlarni o'rinlashtira olsak, uning og'zidan shu go'zal so'zlar chiqadi. Agar balalarning qalbiga hasadxo'rlik, yomonlik, dushmanlik, ishchitarlik deganga o'xshash shunday narsalar o'ynab qolsa, u balla shunday cho'ng bo'ldi. Shunga balalarga biz nima bermoqchi bo'lsak, shu narsani avval o'zimizda bar qilishimiz kerak.